Islomjon bobom doim doktor bo'lasan. Katta bo'lsang dedilar. Nima, doktor bo'lish uchun katta qiz bo'lishim shartmi? Men hozir ham ishga kiraveraman, doktor bo'laveraman. Oyijon, qani mashinani men ketdik. Chortoqdagi eng katta shifoxona Ash-Shafiga bosh shifokor bo'laman. O'zimning orzuxon ammajonim meni albatta ishga oladilar. Endi bir asablarni tinchlantirish uchun akvariumdagi baliqlarni tomosha qilib kelsam. Pram, chiroyli akvariumdagi baliqlar, pediatr bo'laymikin, terapevt bo'laymikin yoki nevropatolog. Undan ko'ra ammamga ukoldan qo'rqishini aytaymikin. Palatadagi bemorlarni tekshirib kelaychi. Hurmatli bemorlar, men yangi shifokoringiz doktor Hadicha Banul bo'laman. Qani, kimda nima shikoyatlar bor? Qani kelinglarchi, kimga ukol qilish kerak, kimni tekshirish kerak? Voy, qo'lingizni oling tezroq. Qani, chuqur nafas oling. Nafas oling, nafas chiqaring, nafas oling, nafas chiqaring. Sog'lomsiz, sog'lom. Xona isib ketdi. Bir tashqariga chiqib, havo almashtirib kerakchi. Qani, qani ikkinchi etajdan bir ko'rakchi qanday ko'rinarkin. Shu yerda bir shoirligim kelib ketdi. Tikanak. Shu tomonda yashaydi bitta. Chaqa tikanak. Mashinamiz ishqilib joyida turibdimi? Ha, turibdi. Charchab ketdim. Endi boyagi hamshira xola chiqib qolmasdan tezroq uyimga keta qolay. Yana chiqib qolib, menga ukol qilib qo'ymasin. Tezroq keta qolay deganimda shu chamadonman. Tezroq yura qolmadi-da. Voy, o'sha hamshira xola, oyijon! Ularni tekin reklama qilib berdim. Bilsangiz bilarsiz, bilmasangiz o'zinglar bilarsizlar.